kuzda noyabr, dekabr, yanvar shu oylarda bir umraga borib biz ham payg'ambarlarimizni uylaridan yashagan joylarini ko'rib, havolarda o'zgarishlari ham bor. Endi muncha foyda ko'ribman deganim bilan men qo'yni olganimda qo'yni go'shtini narxi 100 ming. Erkak bitta irgachi, ha? Bitta irgachi. Mana o'sha erkak. Ekovi 100. Ekoviga 1 kilo go'sht pulini berasizlar. Desam, olaveradi. Qiziqqanlarda. Qiziqmagan odam bir so'mga ham olmaydi. To'rtta mol oluvdik o'tgan yili. Bittasi bo'g'oz ekan, sotadigan vaqtda tuvib qo'ydi. Bittasi bizga qolib ketdi-da, 3tasini sotib berdi o'g'lim. Semirtirib sotdi-da. Musofirdagi bolalarga ham bir duo qilib qo'yaylik. Bizning qishlog'imizda odamlari nihoyatda halol, mehnatkash, yaxshi odamlar. Mana yaqinda open byudjetdan yutib, mana katta yo'llar, uni asosiy yo'llarimizda asfalt qilib berdi. Mana o'zingiz ham guvohsiz. Asfaltni ikkala chekkasini qishlog'imizda odamlari o'zlari uyushib, hali o'sha chekkasidan bunday qilib uqalanib ketmasin, buni asfaltda umri uzoqroqqa yetsin deb, to'g'rimi? Hamma yoqda asfalt sement qo'yib chiqishdi. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Do'stlar, bugungi video syomkamizda uy sharoitida qo'chqor boqish haqida bo'ladi. Videoda oxirigacha ko'rib, bitta-bittada like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan bir 70 yoshli tog'amizni o'tgan safar video syomkalarini chiqardik. Ko'pchilik talab va istaklariga binoan bugungi video syomkamizda o'sha tog'amizdan ko'proq ma'lumotlarni sizlarga olib berishga harakat qilamiz. Qara bo'lmasa tog'amizdan ma'lumotlarni olishni boshladik. Bu yog'ida tog'amizning o'zlari. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tog'a, yaxshimisiz? Charchamasdan. Keldingizmi? Yaxshimisiz? Keldim, rahmat. Avvalo O'zbekistonimizda mehnatkash birodarlarimiz Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Afg'onistonda yashaydigan birodarlarimiz, avvalo hammalaringga Parvardigordan mustahkam sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, keng pehil ketmas davlat so'rayman. Qilayotgan ishlaringizga rivoj topganlaringizga Parvardigor o'zi baraka bersin. Mana endi pensiyadamiz, bekorchimiz. O'tgan safarga hali qo'ylarni qassoblarga sotaman. Endi borib yosh o'tgandan keyin 100 kilolik, 90 kilolik qo'ylarni ushlab Damas'ga yukla, uni bozorga olib bor. Bozordan haligi bo'yniga 5 tushmagan qo'ylarni bozorda ishiga olib kirib olish ham kirish, mashinaga yulib olish ham qiyin. Kuchim yetmaydi. O'shanga qassoblarga murojaat qilib borib nima qildim? Qassoblar olishdi. O'rakda qo'ydi. 11 tasini qassoblarga berdim, 3 ta qassobga bo'lib berdim. Bittasini to'yga, jiyanimga berdim. Qassoblar yaxshi narx berishdi. 110 ga shu tirhilayin go'sht yog'i 50 mingdan ichi. Gurdasi, charvi, jigari, yuragiga 50 mingdan berishdi. Yo'q, hisob kitob qilib ko'rsam, menga taxminan 65%dan 65-66%dan to'g'ri keldi. Hali tirik vaznga 65-66 mingdan prosent emas, Kilasiga. Xullas kalom, qisqacha o'sha videoni yakunlab qo'yaylik, ha. Sotganda ham ko'rsating deyishganda men ham hali fikrlarda o'qiganman kommentariyada. Xullas 40 millionga olgan qo'yimni boringki 25 mart kuni boshladim sotishni. 10 million rasxod qildim o'sha qo'ylarga. Umumiy rasxod 50 millionga chiqdi. Men ularni 73 millionga sotdim. Puli 73 million cho'ntagimga tushdi-da endi. Go'sht yog'idan olib qoldim, jigarlarini yedim, po'stirma 6 ta qo'ydi, po'stirma qildirib bosib oldim haladinligimga. Xullas kalom 73 million pul menga tushdi. 73 million pul degani demak 23 million men 6 oy qo'y boqib foyda ko'ribman. 23 million. Endi beydaligi narx-navolarda o'zgarishlari ham bor. Endi buncha foyda ko'ribman deganim bilan men qo'yni olganimda qo'yni go'shtning narxi 100 ming edi. Men sotayotgan vaqtimda 130 mingdan bo'ldi. Shuni hisobi ham
bu sefer bunaqa bo'ldi. Endi 23 million foyda ko'rganim bilan 2 millionlik 2 million 200, 2 million 300 lik qo'ydim men ham 2 million 600 dan oldim. Endi buni narx-navo baland bo'lgandan keyin men ham shunaqada. Xullas mana bu qo'ylarni oldim, qo'zilarni. O'zimizdan mana Soroydan Qulub mahallasida Bekzod degan yigit bor. U 5-6 yildan beri, qancha yildan beri qo'y pirishlik qiladi. O'sha ukamizdan Qashqadaryoning qo'zilari. Endi qaysi rayonligini aniq emas u. Xullas Qashqadaryoning qo'zilari. Shu qo'zilarda 2 million 600 dan 20 ta oldim. Men o'sha o'tgan safargi videoda 60 kilolik qo'ylarni olib boqish kerak ekan deb aytgan edim. To'g'ri, 60 kilolik qo'ylarni olib boqib yomon bo'lmadim. Mana 23 million foyda ko'rdim-u. Lekin hozir shu kecha kunduzda 60 kilolik qo'ylar 4,5 million 5 million bo'lib ketdi. O'zi men qo'yimni o'rtacha 6 million 300 dan 6 million 250 dan sotdim. 6 oy boqib. 6 oy boqib 4,5 milliondan qo'ygani xullas kalom og'im kelmadi. Boz ustiga mana hozir yoz, mana hozir normalniy iyul, avgust mana shu 3 oyda kun issiq bo'ladi. O'sha 3 oyda odam ham semirmaydi, qo'y ham yaxshi semirmaydi. Semirsa ham unaqa yaxshi semirmaydi-da. Shuni o'ylab yana hali gapimdan qaytib yana 1 yil boqadigan mushtay qo'ylarni oldim mana. Mana bordimda tashqariga ham bir chiqaraylarmi? Mayli tashqariga ham chiqarib ko'rsatib qo'yamiz. Mana shu Qashqadaryolik bolalarni olib, mana endi boqib yotibman. Yana 17-aprel kuni olganman. Mana bugun 27. Hadi 27 kun bo'lgan bo'lsa 10 kun boqibman. Bularni olib kelib tarozda tortib ko'rdim. Odatim shunaqa-yu meni. Tarozda tortmasam o'sha kuni uyqum kelmaydi. O'rtacha endi buni ichida 29 kilolisidan 4 ta bor. 30 kilolisi bor, 34 kilolisi bor, 36 kilolisi bor, 2 dona urug'liqqa 40 kilolisi bor. Xullas kalom, hali aytganda tayoqni shunday tashlab bo'lib olinganda, bo'lmasam 28 dan olishim kerak edi. Bo'ldi, tayoq tashlab peshindan bo'lib oldim, 26 dan oldim. Endi o'rtacha bularda 680 kilo. 20 ta qo'y. O'rtacha 34 kilodan-da. Endi bularda 100 kilolik qilish uchun 64 kilo, 66 kilo yetmayapti. O'na qo'y. Bo'lmaganda o'na qo'y, bo'lmasam 11 oy boqaman-da, endi iloji yo'q. Nima ham qilardi? Ja katta qo'y boqsangiz 6 oyda semirib qolsa, uni bozorga bor, soat o'shaqa g'ishavoy ekan. Endi yana bitta bu yil nima qildim? Hali bir safar aytdim, bitta qo'y ona bola otam rahmatli shuni otam rahmatli bitta sog'liq qo'ydan 2 marta bola olardi-da. Shuni men ham sinab ko'rmoqchi bo'lib mana bu qo'ylarni oldim. Egiz qo'ylar bular. Mana. Bular egizchi qo'ylar, a? Bular egiz qo'ylar. Bularda 27-mart kuni olganman. 3 ta qo'yimni so'yib sotib, qassoblar 3 ta qo'yimni sotib pulini bergandan keyin YouTube'da ko'rib qoldim. Anavi oti esimga kelmayapti o'sha. Bahodirning o'g'lidan, Ismoil Bahodirning o'g'li, dadasini bilaman. Ismoil Bahodirning o'g'lidan 4 ta qo'ydi 5 million 400 mingdan oldim. Ikkitadan bolasi bor. Endi bolalari har xil. Endi bilay, bolalarini 3 oylik bo'lgani ham bor. 2 oylik bo'lgani ham bor. Mana ular, mana kichkina, ikkala kichkinalar. Men olganimda o'sha 27-kuni olganimda 1 haftalik qo'ziydi. Mana ikkalasi, mana ikkalasi. Bir haftalik. Bularni bittasi qo'chqor, bittasi so'liq. Bittasi qo'chqor, bittasi so'liq. Hammasi ham shunaqa bular. Bularni men olganimda juda g'arib edi. Ko'tida dumba yo'q edi, umuman bir siqima. Xuddi itga o'xshagan ko'ti toppa tekkizdi. Lekin men bularga hozir
har bitta kallaga o'zi 4 ta, yana 4 ta, enasiga 4 kilo, erta bilan 4 kilo, kechqurun 4 kilo berdim bir haftacha. Undan keyin bir hafta o'tgandan keyin erta bilan 5 kilo, kechqurun 5 kilo berdim. Mana to'g'rilarda atila tepaga qo'yib qo'yganligim eng bo'yi pakanadek qo'zilar shundan ovqat yeydi. Yemni ham shundan yeydi. Ular bo'yi pakana-yu yetmaydi. Bolalari ham yeyapti. Yem bug'doyda pishganini bolalari yeyapti, yemni yeyapti, silos yeyapti, quruq hashaq yeyapti. Mana yeb turishibdi. Endi buni enalari o'ziga kelib qoldi. Hozir bularda meni mo'ljalim 15-ya 20-may kunlariga mana shu yerdan o'rtasidan bo'lamanda bu tomoniga qo'zilarni hammasini joylayman. Bu tomoniga. Enalarini narigi tomonga joylaymanda anaqda bitta zotdor qo'chqorim bor. Ash qo'chqorim oldin ukar qildiraman bularga. Doktor bilan ham gaplashib qo'ydim. Doktorga aytsam, dedi, emga bolasi ekoylar bo'lgan bo'lsa, qochirib qo'yaverasiz aka dedi. Doktor ham. U kelib ukar qilib ketadi. Ukar qilsa o'sha qoyaligi nima qochqisini keltiradi-da, o'sha ukar. Ondan bayağı qo'yimda katta qo'chqorni qo'shib, ya bir kun ikkitasini qo'shib qo'yib, keyin ikkitasini keyin qo'shib o'shani qilamanmi yo yakka bitta qo'shamanmi? Qanday yo'lni qilaman-da, qochqonlarga garantiya qilishim kerak-ku. Demak, qo'shmoqchiman. Ko'paytirmoqchisiz. Bu haliga bu qo'ylar biznes qo'ylar emas. Bularda endi men ham haliga nima deydi? Qarab qoldim endi. Go'sht oilani go'sht nimasini ham bajarish kerak. Uncha bular endi biznes qo'y bo'lmaydi-da. Bularda xohlaganimda pul kerak bo'lib qolsa, bu endi 4 oylik bo'ldi-yu, ya bu endi 50 kilo bo'ldi-yu, ya 60 kilo bo'ldi, ya 30 kilo bo'ldi demayman-da. Shunday bozorga borib sotib, xohlasam shunday so'yib, o'zgarda tovuqni o'rnida yeyman deb. Xullas qalam bu uyda qo'y, uydiki. Sotib, tirishlarga ishlatib, o biznesga ana nariga 20 ta qo'y bo'ladi. Ya'ni anaqda 9 ta bor. Biznesga o'shani aylantiraman. Bularda 2 marta bola olaman bulardan, xudo xolasa. 2 marta bola olgandan keyin yenalarini semirtiraveraman-da, o'rniga yoshroq iloji bo'lsa arasham deganlardan olaman. Mana qo'y. Voy, meni o'limda. Mana shu o'limga olib qo'ying. Mana shu o'lim chuyda qo'ydi yaxshi ko'radi. Mana shu qo'zilar shu o'limga-da, mana. Eng kenjini beraman. Yusuf. Haydan qo'ylardi, haydan o'lim. Voy Yusuf, voy. Mana qo'zilarni ko'rdilaring birodarlar. Endaligi hali uzoqroq boqiladi-yu. 52 millionga 20 ta qo'zini oldim. Xudo xolasa 1 yil boqaman. O'zi bular shu 4 oylik atrofida-da, endi plus 4 oylik bo'ladi. 1 yil boqsam 16 oylik bo'ladi. Hammasi 2 tishga o'tgan bo'ladi. Agar bularni 1 yil boqadigan bo'lsam, bularni bo'lmaganda 6 million bilan 7 million orasida sotaman. 20 tasi 6 milliondan bo'lsa 120 million. 20 millionlik ovqat yesa 100 million qoladi. O'zini 52 millionga olganman. Demak 48 million qolyapti mehnatimga. Hali xo'ja hali baribir ekan. 6 oy hali katta qo'yni olib 6 oy boqsangiz, o'sha 23 million. Buni 1 yil boqsangiz 48 million. Baribir. Aqaylantirsangiz ham, baqaylantirsangiz ham baribir mehnatga yarasha mehnat qilsangiz, harakat qilsangiz foyda qoladi, qolmaydi emas. Qolyapti-yu mana. Meni o'zi hozir qo'yimda o'zi 40 taga borib qoldi. 20 ta bo'lsa, manada 4 kira 3 kira 12 ta. 32. Hafta 9. O 40 ta bo'libdi qo'yim o'zi. Tarozi tortsam, oldi 3 oyda 15 kilo. Mana shu oq shoqi bor, oq. Qora, u ham oqda, endi oqish. U yana bitta qorasi bor. Ana shu 3 tasi 3 oyda 8 kilodan semirgan ekan. Yo'q, bittasi 8 kilo semirgan ekan, uni ikkitasi 10 kilodan semirgan ekan. 3 oyda, 1 oyga 3 kilodan.
Ha mana 2 kilo, 3 kilo ham semirmagan, mana qizil. Mana shoxi bor. Bir ko'ynim uchilasini ham bozorga borib sotib olib, almashtiraman dedim-da, keyin kim bozorga ham borardi. O'zi bozordan zerikkanman. Keyin xullas kalam boqaverdim. Bularda mana mojaramda 1,5 oy bo'lib qoldi. Shu 1,5 oydan keyin bir daraga bularni yeyishi ham kuchaydi. Shu yeyishini ham yemini ham kuchaytirdim. Bu 4 yil yarı bularni tortdim. Aşağıya oğullarni ushlab olib, ana qo'zilarni bitta chiqish tortdik. Keyin bularni 4tasini tortdik. O mo'jillab. Eng kattasini tortdik, mo'jillab turib shunisi eng katta deb turib tortsak 95 kilo chiqdi. Eng ariq shuda deb tortsak u 77 kilo chiqdi. Mana shu eng kichigi hozir benda 77-95. O'shanda men bularda bir bo'lsa oktyabrgacha boqaveraymi deb o'yladim. Bunda o'ylab qarasam mana iyul, avgust mana shu 3 oy issiq bo'ladi. Bu issiqda bular baribir jo'maydi o'sha. Iyul oyida sotib beraman deb turibman endi. Iyul oyida. Bu yoki qurbonlikqa olib chiqaman, nasib qilgan bo'lsa. Endi hozir buni sariqda qo'shaman deb turibman. Bu sariqda. O'zimcha. Yana bitta qorasi bor. Bittasi ana sog'liqlar bor. O'tib turib sog'liqlarni qochirib olaman. Bular hozir mana shu, mana bu ham yaxshi, mana shu ham mana o'sha 95 kilodan ancha mana. Ash qo'ydi. Ham qochirib olsam bo'laveradi. Yana bittasi bor mana, u ham o'shanaqa 95 kilo mana chap qulog'ida sarig'i bor. U boshida kichkinagina shoxi bor, uzoqdan unga shunaqa ko'rinadi. Shox bu oq jumbo shox. Ancha. Uni ag'dag'i ham. Buni ichida 4tasi bor. 90 dan pasmas. Shunaqa qilib, bularni 2400 dan olganman. O'sha 2024-yil Dostonbekdan 2400 dan olganman. Yaxshi. Keyingi etapda hozir 5 oyda tortibman bularni. O'sha 11-noyabrda tortgan ekanman. 11-noyabrdan mana noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart, aprel 6 oy. Endi boringki 6 oyda tortibman. 6 oyda juda zo'r o'zgardi bular. Yaxshi. Mana endi bularni ham hozir bittasini so'yib yeganman, 9 ta qoldi. 6 milliondan bo'lsa 6 kara 9 54 million. O'rtacha 60-55 ta orasida pul bo'ladi-da. Endi shuni puliga mumkin endi o'sha iyun oyida hali o'sha 4,5 million, 4,5 millionlik olmayman, 4 million, 3,5 millionlik qo'ydan bir kelganicha olaman-da. Xudo xolasa bu yil kampir bilan Xudo nasib qilsa kuzda noyabr, dekabr, yanvar shu oylarda bir umraga borib biz ham payg'ambarlarimizni uylaridan yashagan joylarini ko'rib Parvardigorni uyida bir yaxshi tilaklarni tilab kelmoqchimiz. Shu qo'ylar o'shanga ketadi. O'sha yoqqa borib kendi yo'llar berishga ketadi. Hisob kitob qilyapmiz. Endi men ana Fahriddin bitta narsani aytib qo'yay, keyin o'tirib oling siz ham. Men uni 900 dan ko'p odam fikr bildirdi. Hammalariga YouTube kanalida menga fikr bildirilgan birodarlarga hammalariga rahmat. Hammalarini tanijoni sog' bo'lsin. Parvardigor ishlarini rivojini bersin, uzoq umr bersin. Hammalari menga uzoq umr so'rayapti. Men ham Parvardigordan hammalariga uzoq umr, sihat, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tilayman. Endi pensioner birodarlar endi mana endi har kim o'zi biladi. Men ham endi bekor turmasdan shunaqa ishlar bilan shug'ullanib turibman. Lekin ko'pchilik nima ish qilgansiz yoshligingizda deb savol berishganlar ko'p. Endi o'shani nima qilib aytib qo'yay, men hayotda juda qattiq mehnat qilganman. Chunki men otadan biz 5 ta o'g'il qator
to'ng'ichi men, mendan keyin Bahodir, Zuhriddin, Nuriddin, Fazliddin qator tug'ilganmiz. Otam rahmatli dehqonchilik qilardi. Zadaryo tumanini, hozirgi Mingbuloq, hamma savxozida qovun, tarvuz, sholi ekib ishlab chiqqanmiz. Otam rahmatli sal aliginaqa haqiqatparvar edi. O'sha vaqtda ham kolxoz raislari, agronomlari gektariga 20 tonna tarvuz berasiz, 5 tonna qovun berasiz deb dogovor qilgan bo'lsa, kuzga borganda haligi tarvuzini 20 tonnani 25 tonna, qovunni ham 10 tonna berasan, buyruq shuna qo'yib qoldi desa, otam rahmatli halilar bilan yoqalashib ketardi. Biz to'polon qilib, mana shunday qilib Zadaryo tumanida 10 ta kolxoz bo'lsa, savxoz bo'lsa, hammasida ishlab chiqqanmiz. Xullas kalom 81-yil bizga yer bermay qo'ydi. Zadaryo endi shu zona-ku. Bizga yer bermay qo'ydi. Qayerga borsak, endi yer o'rdi bahana qilib, xullas bizga yer bermay qo'ydi. Keyin biz Qashqadaryoga bir sabab bilan savdogarchilik qilib, otam bilan men ikkalamiz borib, keyin Qashqadaryoda keyin bir agronom Talimarjon tumani birinchi savxoz rahbari Bekmir Jo'rayev oldin agronomida, keyin savxozga direktor bo'ldi. Shu odam bilan tanishib qolib, biz bu yerdan keyin odam boshlab 5 ta aka-uka, otam, yana 2 ta 3 ta qarindoshlarimizdan boshlab ayda keyin Komsomol yoshlar brigadasi tashkil qilib paxta ekkanmiz 1 yil Qashqadaryoda. Paxta ekib, o'shada biz Qashqadaryoda biz nima edi, hayotning og'ir sinovlaridan o'shada o'tganmiz. Men ham shopirman, shopirchilikni bilaman, texnikani ukalarim ham. O'sha yerda keyin texnikalarni, traktorlar buzilib qolsa, tuzatib bergandek odam yo'q, o'zimiz tuzatib, o'sha yerda o'rganganmiz. Traktorda gilza porshan qilaveramiz, 6 oymi, 28 mi, 75 mi bizga qizig'i yo'q. Gilza porshan qilib, valini tashlab remont qiladigan bo'lib o'sha yerda xullas kalom 1 yil paxta ekdik, ichiga dehqonchilik qildik. Undan keyingi yil esa sizlar qovun tarvuz ekishga usta ekansizlar. Savxozda ovush planini oldik. 700 tonna savxozda ovush plani bor edi. Ana shu ovushni yaqin 200 gektar yerga qovun tarvuz ekib, odam yollab, bosh qishlog'imizdan ham har yili 20 ta armiyadan bitirib kelgan bolalarni kuzda kelsang, kelishingga ishlagan o'yinga oyiga 200 so'mdan beraman deb olib ketardik. Xullas meni hayotim bu Qashqadaryo, nima, Termizga bormaganman xolos. Buxoro, Zarafshon, Navoiy, Uchquduq, Shahrisabz, Kitob, Qarshining o'zi, Samarqand bozorlarida o'tgan. Qovun sotardim. Iyun oyida chiqib ketardim. Otam rahmatli, sen ish pishiqsan deb sotuvga meni chiqarardi. Iyunda chiqib, yangi yilda qaytib kelardim. O'shangacha ukalarim menga peshma-pesh qovun tarvuzni menga yetkazib, bozorga yetkazib olib beraverardi. Men sotaverardim. Xullas, undan keyin 85-yilda zerikdik. Hammamiz uchastka oldik, uchastkalarimizni uylarda qurib oldik. Tagimizga mashina oldik. Televizor, xolodilnik degan narsalarni ham bekamga o'z qilib olgandan keyin bormaymiz. Endi xotin bilan chaqamiz bayda qoladi. O'zimiz ketamiz, xolos. Hozir kuni Rossiyaga ketgan bolalarga o'xshab. O'shaning uchun Rossiyaga ketayotgan bolalar yoshlik bir marta keladi, achinaman. Keyin bormay qo'ydik. Kolxozda ishladim. Kolxozda ishlagandan keyin mana aqlib baqilib mustaqillik bo'ldi. Mustaqillikdan keyin tegirman oldim. Xuddi och qoladigan odamday. Qishlog'imga tegirman olib, tegirmanda un chiqarib, bug'doy topib kelib, un chiqarib qishloq xalqimizga sotdim. O'zimizni. Shu rayon bo'yicha Namangan tumanida Toshbuloq bozoriga olib boraman. To'raqo'rg'onda To'raqo'rg'on bozoriga olib boraman. Tergachi bozoriga olib boraman. Yanqo'rg'on, Uchqo'rg'on, Chortoq, hamma bozorlarga borganman. Un sotganman, guruch sotganman, makka sotganman deganda, endi buni kompleksim bor-ku. Hozir ham mana kichkina o'g'lim o'sha tegirmanimni yurgizyapti, bug'doy yormoqladi, makka yormoqladi. Xullas, shunaqa biznesga o'tib ketdim. Bu orada
bu kamlik qilganda halinaqa qiyinchilik vaqtlari 2000-yildan 2015-yillargacha tegirmonlar, Xitoy tegirmonlari vodiyda yaxshi ishladi. Toshkentdan, Jizzaxdan, Sirdaryodan bug'doy olib, kamazlarda olib kelib, ko'chada yo'lda bo'yida to'kib qo'yib, bug'doy sotardim, bug'doy purushlik qildim. U bug'doyni men kasallarga olib borib, ko'chalarga to'kib qo'yib, Kasonni ko'chalarida, Yanqo'rg'onni ko'chalarida, o'zimizda Namangan rayoni ko'chalarida uyma-uy yurib, zil mashinam bo'lgan. Zilda aylanib yurib ham sotganman. Bir yerga to'kib olib ham sotganman. Men bu Toshkent oblastini To'ytepa, Oqqo'rg'on, Bo'ka, o'rtasi Pishqo'rg'on, Piskent, Parkent, mana nomlari ham esimga chiqadi. Sirdaryo, Guliston, Jizzax, G'allaorol, o'sha Paxtakor, yana esimga kelyapti. Mana shu joylarda hamma fermerlarda plandan oshirib sotilgan fermerlarda o'rtada o'rtakashlar bor, qidirib topadi. O'shalar orqali olib kelib shu xalqimizga o'sha bug'doy mahsulotlarini yetishtirib berganman. Shunaqa hayotim doim urra erta bilandan kechgacha urra surra bilan o'tgan. Men 3 kunlab, 4 kunlab kechasi mijja qo'ymay uxlamay yuraveraman. Men shunaqa har tomonlama o'zim Germaniyada xizmat qilganman. Ruschani juda yaxshi bilaman. Chunki o'sha vaqtlarda Germaniyada xizmat qilganlar Ruschani yaxshi biladi. Kim Rossiyada xizmat qilganga qaraganda. Xullas kalom, hayotim haqida shunaqa. O'g'illarim bor mana. Hozir o'zimni xususiy o'g'illarimdan 3 ta o'g'lim bor, 2 ta qizim bor. Hammasi Xudoga shukr. Hammalari oilasi alohida. Bitta o'g'lim bilan birga yashayman bu uyda. Uchaskalari hammasi bor, tagida mashinasi bor, katta mashinalari ham bor, kira qiladigan. Yana nima demoqchi edim? Men demoqchi edim, hozir Qatag'on qishlog'ida turibmiz. Qatag'on qishlog'ining odamimiz, siz ham men ham. Bu O'rta Osiyoda 25 tacha taxminan Qatag'on qishlog'i bor ekan. O'sha hamma o'sha Qatag'on qishlog'liq, boshqa yerdagi Qatag'on qishlog'liq birodarlarimizga shu Qatag'on qishlog'imizni xalqidan oddiy salom, hammalaringiz sog' salomat bo'linglar. Qatag'on urug'ini nimalari. Biz bitta o'zimda qishlog'imdan xursand bo'lganligimda Qatag'on mahallasi, Qatag'on qishlog'ining odamlariga ham aytib qo'ymoqchiman. Bular ham baribir ko'radi. Bizi qishlog'imizda odamlari nihoyatda halol, mehnatkash, yaxshi odamlar. Mana yaqinda open byudjetdan yutib, mana katta yo'llar, uni asosiy yo'llarimizni asfalt qilib berdi. Mana o'zingiz ham guvohsiz. Asfaltni ikkala chekkasini qishlog'imizda odamlari o'zlari uyushib, hali o'sha chekkasidan bunday qilib uqalar